siz tasavvur qilish o'zi qiyin, albatta buning iloji ham yo'q. Ana shunday ekan, bugun yoshlar mazmunli qilib o'tkazish niyatida bugun sizning xizmatingizda el ardog'idagi san'atkorimiz O'zbekiston faizli to'ylarida yana bir bora o'zlarini ajoyib xizmatlari bilan bizni albatta allaqachon e'tiborimizni jalb etishga ulgurgan xushvoz xonandamiz, ustoz san'atkorimiz yana bir bora sizning xizmatingizda Abbosjon Muhammadiyev kuylaydi, marhamat. Rahmat, sog' bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlarimiz bolalar. Mana bugun bir faizli xonadonda katta to'y, katta tantana. To'yimizning sababchilari va kelgusilari ikkalashga baxt tilab qolamiz, saodat tilab qolamiz. Aytiladigan qo'shiqlarimiz hurmatli aziz kelin ikalar uchun, mehmonimiz bolalarimiz uchun. Barchaga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Kel sevgi, sendan boshqa kimim bor? Ulfatim bu, kel sevgi, sendan boshqa kimim bor? Eshitdingmi yar ketayotgan bizni yor? Eshitdingmi yar ketayotgan bizni yor? Yig'layverma, bo'ldi surlay, sabrim yetmasmi deyman. Yorim chiroyli edi, ol ketmasmi deyman. Yorim chiroyli edi, ol ketmasmi deyman. Ulfatim kel sevgi, sendan boshqa kimim bor? Eshitdingmi yar ketayotgan bizni yor? Sendan boshqa kimim bor? Eshitdingmi faryod, ketayotgan bizni yor? Sendan boshqa kimim bor? Eshitdingmi faryod, ketayotgan bizni yor? Eshitdingmi yar ketayotgan bizni yor?
ketayotgan bizni